Do'stlar, ahamiyat berib qo'yasizlar. Shuning uchun suv sirkulyatsiyasiga juda ham e'tibor beringlar deymiz. Mana reduktorni ko'rib o'tishlaringga oqarib ketgan, mana oppoq qorday bo'lib ketgan. Ya'ni bunda sirkulyatsiya yaxshi emas. Mana ikkala shlanka ham birday muzdek turibdi. Ya bittasi iliqroq, bittasi muzdakroq. Ya'ni bu degani sirkulyatsiya pompa yaxshi bo'lmasligi mumkin yoki suv sirkulyatsiyasini yaxshi joyda olmasligi mumkin. Bu muammo bitta bu Jigulida emas. Ya'ni propan qo'ysangiz, Tracker, Onyx, Monzalarda ham ko'pincha mana shu holat kuzatilyapti. Shu joylarga ahamiyat bering. Ya'ni suv sirkulyatsiyani endi umumiy qilib tushuntirib o'tyapman. Yaxshi joydan sirkulyatsiyasini olinglar. Ya'ni pechkaga o'xshagan katta trubkadan olsalaring, qancha pompa yaxshi suvni sirkulyatsiya qilib bersa, siz kilometrajingiz ham zo'r yurasiz. Propanda ham, metanda ham, hammaga bunaqa muammo bo'lmaydi. Aka, o'zi nima muammo bo'lib qoldi mashinangizga? O'chib qoldi va gazda yurmayapti. Ahamiyat berasizlarmi? Sirkulyatsiya yo'q, shuning uchiga. Shuning uchun mana shu holat bo'lgan. Sirdaryo metangizga obuna bo'ling. Bunga o'xshash ma'lumotni juda ham sizlarga ko'p berib o'tamiz. Pastda raqam qoldiramiz agar propan metan xizmati kerak bo'lsa.